Hammamiz Yusuf Has Hacibni bilamiz, lekin uni tunji ilm yo'liga boshlab, tarbiyalab chiqqan odamni bilmaymiz. Mahmud Qashqarni hammamiz bilamiz, lekin bu buyuk olimimizning yetishib chiqishiga sabab bo'lgan otasini bilmaymiz. Abduqodir Damollamni hammamiz bilamiz, lekin uning iqtidorlarini bayqab, oliy madrasalarga o'qishga yo'lga solib, buyuk olim bo'lishiga sabab bo'lgan ustozlarni bilmaymiz. Hammamiz Abduxoliq Uyg'urni bilamiz, lekin uni tarbiyalagan otasi Abdurahmon Maqsumni ko'pinchimiz bilmaymiz. Buyuk odamlardan bo'lish uchun hamma odamning uni bilib, mashhur bo'lishi shart emas. Tilga olganimizdek, biz bilmaydigan nurg'un buyuk olimlarni yetishtirgan buyuk kishilarimiz bor. Bizning ularni bilmasligimiz ularning buyukligiga qilch ta'sir ko'rsatmaydi. Hatto biz bilmaydigan nurg'un payg'ambarlar bor. Ayni davrda Umar roziyallohu anhuning yoniga bir elchi Nahvand urushining zafar xabarini yetkazib keldi. Umar roziyallohu anhu urushda kimlarning shahid qilinganligini so'radi. Elchi palani deb Umar roziyallohu anhu tunuydigan, biladigan, tunishliq kishilarni sanab bo'lgandan keyin siz bilmaydigan bir bilik kishilar shahid bo'ldi deb xabar berdi. Umar roziyallohu anhu ularni mening bilmasligim ularga qilch ziyon elib kelmaydi. Ularni Robbi biladi, ularni Alloh biladi deginicha yig'lab ketdi. Salohiddin Ayyubi, Muhammad Fatih, Abu Hanifa va buningdan boshqa nurg'un buyuk ustoz va qo'mondonlarni biz bilmaydigan ustozlar yetishtirib chiqqan va biz bilmaydigan otalar va onalar tarbiyalagan. Bizning ularni bilmasligimiz ularning buyukligiga qilch ta'sir ko'rsatmaydi. Alloh nazaridagi o'rningiz kishilar orasidagi o'rningiz va mashhurligingiz bilan o'lchanmaydi. Yaxshiligingiz va oxiratdagi darajangiz sizga ergashgan kishilarning ko'pligi va ozligi bilan o'lchanmaydi. Buyuklik rasm va nutqlaringizning kishilar orasiga tarqab, tunilganligingiz bilan bo'lmaydi. Buyuklik Allohning nazarida mashhur bo'lishingizdir. Rasululloh bir kuni sahobalari bilan o'ltirayotdi. Yanidan bir odam o'tdi. Rasululloh sahobalaridan so'radi: "Bu odam qanday qaraysizlar?" Sahabeler dedi, bu adam elçi bolsa kız birişki layık, şafaat kılsa şafaati qabul bo'ladigan, gap qilsa anglashga layık adam dedi. Ondan keyin bir kambag'al adam ularning yonidan o'tdi. Rasululloh bu adam qanday qaraysizlar deb so'radi. Sahabeler aytdi, bu adam elçi bolsa kız birişki layık bo'lmagan, şafaati qabul qilinmaydigan, gap qilsa gapini anglashga layık bo'lmagan bir adam dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdi: "O sizlar yaxshi deb baho bergan odamdan zimin to'shqichilik bo'lsa-mu, bu odam yaxshiroq." Bu yerda baho berganlar sahoba. Shundoq turib, ular ikki odamning qaysidan yaxshiroq ekanligini bilinmadi. Mashhur kishilarga havas qilmang. Allohning nazarida mashhur bo'lishga tirishing.